Bahor fasli uchun yuzimizni makiyajdan oldin to'g'ri parvarish qilishni o'rganamiz. Videoda foydalanadigan barcha mahsulotlarim Tolly Molly brendidan. Birinchisi bizada namlantiruvchi spreyli aloe mist. Spreyimizni tarkibi 99% aloedan tashkil topgan, bu degani 100% tabiiy mahsulot. Birinchi bo'lib yuzimizga aloe mistni yaxshilab sepamiz. 1 daqiqaga qoldirmasdan yuzingizni ideal namlantiradi. Ikkinchi etapda esa tarkibi 5000% keramiddan iborat bo'lgan va 1% ham hayvon ekstrakti mavjud bo'lmagan Molly molochin tonerni ishlatamiz. Toner hajmi jihatdan ham juda ham barakali. Birinchi foydalanish uslubi shu kabi qo'lingizga qo'yib, qo'llaringiz bilan yuzingizga tekizib yaxshilab yuzingizni namlantirib olasiz. Agar labingiz quruq bo'lsa, bu muammoni ham hal qiladi. Ikkinchi uslub tonerdan maska sifatida foydalanishimiz mumkin. Paxtali diskchalarni olib, unga tonerni qo'yib, yuzimizga 15-20 daqiqada qoldiramiz. Tonerli maskadan keyin yuzingizda effekti srazu bilinadi. Uchinchi etap yoz va bahor oylariga mukammal darajada to'g'ri keladigan stick SPF tarkibida 12 xil vitamin bor. Yuzingizga mat effekt beradi, ammo quritib yubormaydi. Sizlarga juda ham ajoyib sekret o'rgataman. Tanali kremimizga 1-2 tomchi molochin toner tomizamiz va yuzingizni yaltirashiga o'zingiz oshiq bo'lib qolasiz. Undan ham zo'r sekret, sponjikimizni aloe mist bilan namlantiramiz. Bahor oyi uchun ideal ton hosil bo'ladi. Bu mahsulotlarning barchasini Banafus saytidan oldim. Mart oyi oxirigacha saytda sizni katta chegirmalar va 200 ming oshiq xarid uchun sizga yetkazib berish xizmati tekinga hamda qo'shimcha sovg'alar beriladi. Ajoyib imkoniyatdan foydalanib qoling.